Menemen kişiler temledim meğez Teşnalı kıyınıgan şu demde meni Ne derya hatta ki huri dizini Teşnalı kıyınıgan şu demde meni Ne derya hatta ki huri dizini Hey 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 Ötke birimiz kanlı Lütfla untimiz hatta cananlı Turmuşnun bisimi kıynap her vakit Ayrımız bop kaldık yakşı yamanlı Turmuşnun bisimi kıynap her vakit Ayrımız bop kaldık Көрüvatqanыңlar Şinjan Abide Kəsbi Payçəklik şirketi tacıdarlıqdaki köp qısımlıq tor televiziya teatri Niqab. Bu yılqı mukofot soni texmi ko'p. 1 yuanga 1 bodulka. Mukofotlik eg'izni faqat 1 yuan bilanla 1 bodulka Abida yalpuz limonga almashtira olasiz. Abida yalpuz limon ichimligi. Filmimizni Şinjan Valley elektron texnikasi cheklik şirketi alayda qo'llagan. Filmimizning e'lon o'rniga davomli sodiga chaqiramiz. Aloqalashish telefon nomeri Undidar 176 932 310. Hey. Ha, G'ayrat yaxshimi? Yaxshi o'zingizchi? Nima ish qilyapsiz? Uyda Stepanovni yozib o'tirdim. Qiladiganni qilib bo'lib, endi iste'fo berib shirkatdan ketmoqchimi? Qildig'ini qilib bo'lib? Ha, shirkatdagilarning hammasining og'zida shu gap-ku. Olayalni nima chiqibdi men? Ha? Buning hammasi to'kmat. Uqdingizmi? Tuhmat? Shundoq. Buning hammasi bir uqishmaslik. Men vijdonim muxoliflig'iga ishni qilib boqmadim. Ishonmasangiz, Shavkatdan xotinni so'rab yiqing. Unda o'zingiz yuz kelmaydigan ish qilmagan bo'lgandan iste'fo berib nima ish qilsiz? Amsi qanday qilma? Step yiqing. Men qarang, men sizni burundan tortib qarang, oq ko'ngil, fazilatlik, munavvar bir xizmatdishim deb qaraydim. Lekin shirkatdagilarning og'zida deyotgan gaplarni anglab faqat chidolmadim dang. Men bu ishlarning rost bo'lmasligini umid qilaman. Men bu shirkatdan ketsam hamisha tugaydi. Ey ahmoq, siz iste'fo berib shirkatdan ketsangiz, oqingizdan gap qildiganlar texmi jixonmamdi. Xudikingiz bo'lmagandan keyin Əgər şu an ki istifa vermə deb o'tdamay, o'zingizni oqlamamsiz. Yo'q, tushundim. Direktor. Uzoq bo'lgan. Sizdan o'ltirib choy ichaman deb orzu qilyaptqili. O'zingiz bu ko'rdingiz. Shirkatim nurg'un ishlar bo'lib ketdi. Shunda shirkatning ishlari xili joyiga keldi. Sen bilan bizning shirkat qilgan yana nurg'un ishlarimiz bor. Xotirjam bo'ling. E'lon bo'limining ishlarini men o'zim bir qo'liq o'rinlashtiraman.
xizmat jihatda hech qanday chataq chiqmasligiga men kafolatlik qilaman. Xizmatdan kar chaqlab. Xizmatningla ish emas, sen bilan bizning qilgan nurg'un ishlarimiz bor. Bosh lider cho'ng bir turish uchun ishkirda aldirash yuritimish. Uning ustiga bolasini men qaranchiqqa qo'yib qo'ydi. Bu menga ishonmaganlik qo'y. Menga ishonmasa mayli. Menga ishonmagandikan men yana qo'l qo'yishtirib turamda. Demakchi bo'lganingiz, Sen menga ishon. Menga agish mansang, o qaranchiqning ko'zini itib qo'ya olamiz. U vaqtida shaxsiy g'azinimiz hargiz quruqlanib qolmaydi. tushundim. Siz menga ishonib, hamma gapni ochiq degandan keyin mening bu gap agitib o'tirishimning o'rni yo'q. Agar rostla meni yetaklasangiz, siz o'tqa desangiz o'tqa, suvga desangiz suvga kirishga men rozi. Men burundila san ko'zim tushganda. Aldan qatim saylanda san bir ish qilib beraman deb o'ylagandim. O'ylamagan edim. Sening ta'ling o'ndan kelib ketdi. Talay emas direktor. Hammani o'zim o'rlashtirgan. Undaqda qizining doktorxonada yetib qolgan ishi. Olmandaq ish. Yordam qilmasang qat'iy bo'lmaydi. Endi bu sen deganda qilsak toza qamlashma. Sen mening og'inam emassan. Men sening yaqin og'inam bilsang-ku. Mening bo'lim boshliq bo'lishim toza qolib ketmaydi ekansan. Men sen uchun har qanday rozi bilsang-ku. Aka qo'lingni. Bunda qilsang bo'ldi. İşini pakiz bitti. Hiç kim bilmesin. Ha? Oldu. Hadi canım. Sen işini mi? Muallim. Bir ishtimon bir yordam qilsangiz bo'pti. Qo'limdan kelsa. Oldingi kuni sirtda muhim bir ishim chiqib qolib, boshqa amal topolmay, bolam maktabda aylanib qolibdi. Muallim menga telefon qilibdi. Men doktorxonaga bormasam bo'lmaydi deb ruxsat so'ragandim. Agar oraliqda mening boshliqim yoki shirkatga birasi rasmushda ish bo'lganmi deb siz telefon urib qolsa, rost shunday ish bo'lgan deb qo'ygan bo'lsangiz bo'pti. Ma'qul. Rahmat sizga. Adam degan seningdek aqlli bo'lsa, darvaqa seni xato tanlamabman. Qani. Qanaqa ahvolingiz dada? Yaxshi bolam. Shirkatning ishlari qandayroq? Hamma ishlar siz o'rinlashtirgandek. Ansirmang. O'zingiz-chi, salomatligingiz qandayroq? Har holda yaxshi. Men qaytqicha jafo chekadigan bo'ldim. Yo'qay dada. Xotirjam bo'ling. Sizli sog' salomat bo'ldi ekansiz, hech qanday ishdan chataq chiqmaydi. O'zingga yaxshi qara. Xo'sh. Ma'qul dada. O'zingizda asrang. Vay. Ha, ma'qul. Bo'ldi. Arzu? Nindaysan? O'tir. Canım xotinim, pul beraman. Nima ish qilsan? Voy, Shavkat bilan tomoq yeyman.
O diyen bölüm başlığı hazır. Onunla pul төлetsem yüzüm set dura. Sende 100 bağma? Pul yok mende. Tip basa benim mu? Ha tabi. Ne güzel. To'xtab turibsan. İşçiga diqqat keltiradi. Nima va u? Muşunu tep bap sende boptu. Muşunaga ma'qul deydi. Lekin ikkinchi mendan pul olma degi jo'ma men sanga deb qo'yay. Ma pul tiqdigan yerlardan bek ko'narib ketibdi, qara almashtirib berdi. Aroq ishma. Va bugun degan damilish? Sen degan shopir ati ishlasa, Va ona bilan ne munosabati? aroq ichib keldigan bo'lsang, monqon chugaytime men sanga deb qo'yay. Ishmayman men. Tomoq yegili borman, tomoq yegili. Yayray desang şatlanır, iş bulay, kuvvet bulay. Argınından yine oyla. 2, 3, 4. Ben sana hemra bulay. Abidede birini tolla, şu haman peyda bulay. Abide vitaminli kuvvet içimligi. Kulüp ekildi. Merhamet. Süpetlik turmuş, zamanaviylikning namoyandisi, ziyrak ahli iqtidorli klub. Ya qanda adaş, işlerim oңushli bo'lganda, Gülgü keltirib etdim bugüne. ya adaş, ya qanda bopilding bu ishlarni? Qanday boplaydi ya? Ha. Tushdan keyin g'ayratlashimiz ilonsiz g'ayratlab o'tlasak, telefonimiz soat sarab qoldi. Ha, ilaqi telefon kelganiki muzika bilan qo'ng'iroqning muzikasi bir degina. Shu. Shuni telefon ilab, taloq yog'andan o'zim telefonlashdim. Voy qahvash, ha. Qizim jiddiy qutqizish ekan, men doktorxonaga berib kelay deb bo'ldim. Shundan barmoq diskini g'ayrat qildim. Men yesliga berib, bolamni ilib, malik yasam, g'ayratlik uydan chiqmadi. Mana. Ishlar mushunda o'ng keldi Mana degan. qolgan ishlarni men tutmaydi. Tuning atigan ish qilmaganda qara. Oyolimning yurak izli qo'zg'alib qoldi. G'ayrat degan laqma mening oyolimning yurak izli borligini bilmaydi. Balangiz jiddiy qutqizish ekan degan gapni anglab, oyolim tanliq kelib chiqdi. G'ayrat uni o'qimagan degan oyolimni yulabdi. Mana. Shuni ola mush paytda men rasmga tatib oldim. Qanday fotograf texnika qilib bo'lamdiki? Bo'ldiki. Lekin adash, sen maş rasmlarning hammani saylanda, hammadan bayada yo'zning ustiga tashla deb turib olding. Ey. Mening o'sishimga birdan bir isbot bo'laydigan narsa shu rasm qilsan. Tulki dumibak yiligar ekansiz juma adash. Qarab. Men qaboq kalini ancha-muncha ishlatib turish kerak. Endi u o'zining puti o'zi palti yapgan bo'ldi-da. Mana bu ne? Biz oshpazlik san'atida o'zining yig'ida o'zining ishini qo'rish deymiz. Endi muzdozlik san'atida ikki tukni bir o'tib tiqish deymiz. Aras, mashina qanday qildi? Voy, shuning gipi shu. Shu qanday qilishimni bilmay, hali bir is chiqadigan bir yeri bor. Eshakga sevdilan bir qo'ydim. Qanday qilibmi ya? Shu kuni qara. O mashinasi masala chiqqan ekan. Shu saylamga kelmasida mush yo'q. Shu mashinasini o'ng'isha oladigandak oldi kelinib qarab ketdi. O qarg'an o'ng'isha olmaydi degina u. Asli men bunday qilmaydi qo'ydim. Endi nima degan bilan g'ayratlashimiz kichimizdan bir o'ylab cho'ng'on alog'indi. Lekin bunday qarasam, buni men qilmasam g'ayrat qiladiganday. Qanday? Niyetin oshkorladi. Men mi bosh kelmadim? Unda o size o o'sib qopti degina. Endi uning axloqidan masala chiqqan ekan. Endi shu tövanga qarab tursa. Lekin buningga qarchaplandi-da. Bu nimligini anlamay. Ha? Kim uni men bilan o'zingga so'qashtirsin deb.
Men bilan o'zingga suqashtirman degicha. Apsın umucun işince var. Lekin adaş, ayalımga uval kıldım be. Bu ne degan? Ya kanda ayalını nimguna deyim o. Qarab. Va o'g'il bola degan cho'ng ishdan vujud chiqarman deydi ekan. Cho'qim kalla o'ynatishni bilish kerak. Bag'ri yumshoq. Oqning oqib Sabda yumshoq bosh kishilarning oqibati ko'rdingmi? Ana, g'ayratda qildi. Hem sen acışamsa? Qachon qochmuş kasal ko'p xotini so'rab yurayman. Ha? Yanıma bunun için bütün tapkan tagimi hemiz doktorxona qilib bo'ldim. Hem ular acışıyor. Mana buni biz o'chilik san'atida bir chammada chiqib vaqtlikni so'qish deymiz. Ya bu sen acep ilger ekansa, bura acep bilmepti ki buna. Chiqilay qarab. Bu ishda sen nurg'un yordam berasan. Rahmat. Bugun qamoqimizni yeb, bak ravurs qong'ish bir o'ynaylar. Bo'ldi. So'rim mendan. Ras ya? Ras. Bundan samoq yeb qo'ymagali. Bo'ldi. Shavkatning siz bilan shuncha yil uy tutib, mundaq nacharlik qildig'ini faqat o'ylamabdi ekanman. Shavkatning ustidan arz qiling, u men nacharlik qilganning ta'mini bir tetib baqsin. Yo'qmasa eringiz bilan qayta aplashib uy tutish xiyolingiz bormi ya? Unda bo'lgan ekan, siz bu uydan voz kechmayman deydi ekansiz. Qonun yo'li orqali o'zingizning huquq manfaatini qo'g'dang. Mening bu uyda haqqim bo'lmasa, voy nim deb sizning haqqingiz bo'lmaydi. Oltindek yoshligingiz mush uyda o'tdi. Bola tug'ib berdingiz. Sizning haqqingiz bo'lmay kimning haqqi bo'ladi? Agar men sizning o'rningizda bo'lgan bo'lsam, shirkatga berib, advokatdan birini tepib, vatvargin chiqarib yetatdim Shavkat degan nimaning. biz ayol kishi ojizganmiz. Bunday ishlarda erlar qilganni biz qila olmaydi ekanmiz. Mana men to'y qilib 6 yil o'tdi. Bu 6 yil jarayonida Shavkat hech qanday voysimay meni doktorxonaga olib borib, kesimimni davolatdi. Men bundan ko'z yummayman. Endi men bu bo'layotgan ishlarni o'zimning mush peshonamdagi ta'tirligim deb bilsam bo'ladi shu. Hey, unda o'ylasangiz bo'lmaydi. O bu er ayollar og'rib qolsa bir-birini davolatadigan majburiyati bor. Bu degan ularning mas'uliyati. Buni men qilgan yaxshiligi deb o'ylayotsangiz bo'lmaydi. Bu qanday qarashamdi? Balkim Shavkatning menda ra'yinib ketgandir. Men uni tanishiga hurmat qilay. Bo'ldi, siz turib qoling. Undan shakilacho. Shakila maktabda. Men uni hozir og'il borman. Shunday qilib siz rastlab ketamsiz?